Bugun mahalla jamiyatning eng quyi bo'g'ini emas, balki davlat va fuqaro o'rtasidagi mustahkam ko'prikka aylanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga va ko'p millatli xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida 2026-yilni yurtimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinishi ham tizimga bo'lgan e'tibordan darak. Navbatdagi lavhamizda mahalla yettiligi tarkibidagi soliq inspektorining faoliyati va vazifalariga to'xtalamiz. Mahalla aholining turmush tarzi, ijtimoiy barqarorligi va qonun ustuvorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Mahalla yettiligi faoliyati orqali aholining muammolarini joyida hal etish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Aholi va tadbirkorlik subyektlari bilan bevosita muloqotga asoslangan ushbu tizimda mahallalarga biriktirilgan soliq inspektorlarining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Pop tumanida ayni paytda mavjud 74 ta mahallalarga 22 nafar soliq inspektori biriktirilgan. Tuman soliq inspeksiyasi xodimlari mahallalarda soliq intizomini mustahkamlash yo'lida samarali faoliyat olib borishmoqda. Ana shulardan biri tuman soliq inspeksiyasi davlat soliq bosh inspektori Alisher Salimovdir. U tumandagi Qandig'on, Marg'izor va Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inlarining soliq inspektori sifatida faoliyat olib bormoqda. Men tadbirkor sifatida bir oy muqaddam ro'yxatdan o'tdim. Mahallamizga biriktirilgan soliq inspektorimiz bizga qonuniy tartibda qanday savdo qilishlar jarayonlarini to'liq o'rgatib ketishdi. Mana bugun ham kelib, yangi farmon va qarorlar to'g'risida bizga tushuncha berdi. Bundan juda minnatdormiz. 2026-yil 1-yanvardan yangi elektron platforma joriy etilibdi. Bu haqda bizga soliq inspektori tushuncha berdi. Bu bizni savdomizda yurish uchun ko'p ortiqcha yugur-yugurlardan ancha yengillashtirgan ishimizni hamda bizga savdo jarayonida mana soliq ishini yuritishimizda yordam va imtiyozlar ekan. Soliqchi fuqarolarga tadbirkorlik faoliyatini qonuniy yo'lga qo'yish, ro'yxatdan o'tish tartiblari, imtiyozlar va elektron soliq xizmatlaridan foydalanish bo'yicha amaliy ko'mak ko'rsatib kelmoqda. Bu esa mahallalarda yangi ish o'rinlari yaratilishi va aholi bandligining oshishiga xizmat qilyapti. O'tkazilgan xatnoma natijasida noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarning 11 nafari yakka tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazildi. Menga biriktirilgan 4 ta mahallada jami 29 ta yuridik shaxs, 11 ta fermer xo'jaligi, 12 ta nodavlat tashkilotlari, 112 ta yakka tartibda tadbirkorlar, 843 ta dehqon xo'jaligi ro'yxatdan o'tgan. Shundan 2544 ta jismoniy yer mol mulk soliq to'lovchilar bor. Ushbu mahallada 2025-yil uchun hisoblangan mahalliy 2 milliard 170 million 436 mingdan hozirgi kunga 2 milliard 241 million 463 millionga, ya'ni 103% ga bajarildi. 2025-yilda belgilangan KPI ko'rsatkichlarimni 100% bajarganligim uchun 200% dan primani belgilangan tartibda olib kelmoqdaman. Alisher Salimovning o'ziga biriktirilgan mahallalardagi jismoniy shaxslarga 2026-yil uchun joriy etilgan soliq qonunchiligidagi yangiliklarni, xususan jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk va yer solig'i bo'yicha umumiy summasi 1 million so'mdan oshgan soliq qarzdorligini undirishda elektr energiyasining billing tizimi mexanizmidan foydalanish joriy etilgani tushuntirilyapti. Xulosa qilib aytganda, davlat soliq bosh inspektori faoliyati Pop tumanida mahalla soliq organlari hamkorligini yanada rivojlantirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va hudud iqtisodiy salohiyatini oshirishga munosib hissa bo'lib xizmat qilmoqda.